$2 hisobinglar. Bo'ldi aka. Ey, qo'y. Bu gal ham o'zim to'layman. Yo'q, o'rtoq, doim cho'ntagingda pul bo'ladi. Hali o'qishda o'qisang, buncha pulni qayerdan olasan? Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q. Har bitta odamda o'zini siri bo'ladi. Men hammasini bilaman, hammasidan xabarim bor desang, tamom. Qo'rqqanlardan nima desang xo'p deyshadi. Rostdanmi? Bugun sinab ko'raman. Oyjon, Ha, bolam. men hammasini bilaman. Rostdanmi? Rost. Nima qilasiz mendan yashirib? Voy bolam. Qo'y shuni. Men senga nima desang qilaman. Faqat dadang bilmasin, qancha desang beraman. Aytganingni qilaman, jon bolam. Aniqmi? Aniq bolam. Bo'lmasa menga 200 ming pul kerak. Voy, 200 ming emas, 500 ming beraman. Faqat dadang bilmasa bo'ldi. Xo'p, hozir men senga olib chiqib beraman. Ha o'g'lim, nima qilib turibsan? Sizda gapim bor. Nima gaping bor? Dada, xullas men hamma narsani bilaman. Hammasidan xabarim bor. Jim o'g'lim, jim. Oying bilmasin. Yigitchilikda nimalar bo'lmaydi o'g'lim. Nima desang qilaman o'g'lim. Faqat oramizda qolsin. Shunga Unda menga yangi telefon olishimga pul kerak, 500 ming so'm. 500 ming so'm? O'g'lim. Mana sening plastik. Xohlagan narsani faqat oramizda qolsin. Tushundingmi? Ya, qalaysan jiyan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz tinchmi? Dadang yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Mani hammasidan xabarim bor. Nima qilasiz mendan yashirib? Onang hammasini aytibdi-da. Mayli. Kim o'g'lim? Dadangni bir bag'ringga bos.